Kompaniya tashkil qilganingizda siz 3 bosqichdan o'tasiz. Birinchi bosqich bu mahsulot yaratish. Ushbu bosqich mahsulotingizning bozordagi asosiy mosligini topganingizda tugaydi. Keyin ikkinchi bosqich boshlanadi. Bu bosqichda siz mahsulotni o'stiradigan kompaniyani qurishingiz kerak bo'ladi. Odamlarni yollash hamda hamma narsani tezda yo'lga qo'yish va shu jarayonda ko'pincha katta miqdorda pul yo'qotish odatiy hol. Uchinchi bosqichda esa kompaniya yanada professional darajaga ko'tariladi. Boshqaruv tizimi shakllanadi va siz ijrochi jamoani yollaysiz. Agar siz ushbu 3 bosqichdan muvaffaqiyatli o'tsangiz, yana birinchi bosqichga qaytasiz, ya'ni yangi mahsulot yaratishga. Biz Airbnb Homes loyihasining oxiriga kelib, aynan shu nuqtaga yetdik. Avval mahsulot yaratdik, uni sotdik, ijrochi jamoani shakllantirdik va u yaxshi ishlay boshladi. Endi esa biz yana yangi mahsulot yaratishga tayyormiz. Siz hozir qaysi bosqichdasiz? Izohlarda qoldiring.